men tarmoqdagi ustozingiz Fozil teacher bo'laman. Ya'ni bugun gaplashadigan mavzuyimiz to be. Ana o'sha afsonaviy to be fe'li haqida bugun batafsil gaplashamiz. Va undan oldin albatta personal pronoun haqida ham sizga ma'lumot berib o'taman. Personal pronouns. Pronoun degani bu olmosh hisoblanadi. Personal shaxsiy degani, ya'ni insonlarga tegishli, insonga tegishli ma'nosini anglatadi. Personal pronouns bu kishilik olmoshlari. O'zbek tilida kishilik olmoshlari desak, yana ham yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Buni nimaga o'rganishimiz kerak? Chunki ingliz tilida gap tuzilish shakli mavjud. Bu eng birinchi subject, undan keyin verb va undan keyin ikkinchi darajali bo'laklar. Ko'p holatlarda object kelish holatlari uchraydi. Bu so'zlar o'zaro o'z o'rnini almashtirmaydi va shuning uchun biz bilishimiz kerak. Fe'l haqida gaplashmoqchimizmi? Undan avval biz subject haqida batafsil tushunchaga ega bo'lishimiz zarur. Subject bu o'zbek tiliga ega deb tarjima qilinadi. Mana ega. Verb bo'lsa o'zbek tiliga fe'l, ya'ni ish harakatni bildiruvchi so'zdir. Xo'p, agarda subject ega bo'ladigan bo'lsa, ega sifatida keluvchi eng asosiy bo'lgan 7 ta olmoshlarni bilishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni hech qanaqangi qo'shimcha qo'shilmagan, bosh kelishlikda turadigan 7 ta olmosh. Bular qaysilar? Hozir bitta-bitta har birini yozib beraman. Demak, mana shu har doim katta harf bilan yoziladigan so'z bor. Bu albatta men degani I. Har doim katta harf bilan yoziladi. Yaxshilab bilib qo'ying. Gapni o'rtasida bo'ladimi, oxiridami, boshidami farqi yo'q. I har doim mana shu rim raqami 1 ga o'xshagan holda yoziladi. Undan keyin he bu o'g'il bolaga nisbatan u degani. She bu qiz bolaga nisbatan u degan ma'noni bildiradi. Mana qiz bolaga nisbatan. It bu jonsiz narsa yoki hayvonlarga nisbatan u degani. Jonsiz deb yozib qo'yaman mana. Keyin you degan so'z bor. Buni 3 ta tarjimasi mavjud o'zbek tilida. You so'zining. Bu sen, siz va sizlar. Mana shu 3 xil qilib vaziyatdan kelib chiqqan holda 3 xil tarjima qilinishi mumkin. Va we so'zi bor. Bu biz degani. Va oxirida mana they, mana 7-chisi they, ular degan tarjimaga ega. I, men, he, u o'g'il bola, she, u qiz bola, it, u jonsiz narsa yoki hayvonlarga nisbatan, voqea hodisa shunaqangi narsalarga nisbatan qo'llanadi. You bo'lsa sen, siz, sizlar deb tarjima qilinadi. We, biz, they, ular. Xo'p, agarda olmoshlar haqida tushungan bo'lsangiz, endi bular gapimizda subject vazifasida keladi. Ya'ni mana shu yerdagi subject vazifasida mana shu olmoshlar keladi. Endi to be haqida gaplashib o'tamiz. To be. Xo'p, to be juda ham qiziq mavzu bu, qarang. To be fe'li tushuntirishdan oldin endi bitta narsa haqida ma'lumot berib o'taman. Ingliz tilida har qanday gapda fe'l bo'lishi shart. Ya'ni bu narsa shart. Ingliz tili qoidasiga ko'ra har bitta gap subject bilan nima bilan verb bilan qatnashishi shart. Demak, mana subject, keyin verb, keyin mana object yozdim, to'g'rimi? Object yozdim bu yerda. Endi mana shu narsa gapdagi eng muhim vazifani bajaryapti. Ya'ni shu qatnashmaydigan bo'lsa, gap u gap deb qabul qilinmaydi. Endi savol tug'iladi shu yerda. Verb degani bu masalan gaplamoq, yozmoq, chizmoq, bormoq, mana shunaqangi, ya'ni harakatni bildiruvchi so'z hisoblanadi. Shu yerda bitta tabiiy savol tug'iladi bizda. Xo'p, mayli. Agarda kimdir o'z ismini aytadigan bo'lsa yoki oddiygina nimanidir biz tasvirlamoqchi bo'lsak, bu yerda qanaqa fe'ldan foydalanamiz? Masalan, men o'qituvchiman demoqchiman. Ingliz tilida men o'qituvchiman. Shu gapni qanaqa qilib aytaman? Bu yerda o'qituvchi degan so'zda ham harakat yo'q, men degan so'zda ham harakat yo'q. Yoki bu ruchka qizil. Qarang, bu degan so'z ham harakat emas, ruchka degan so'z ham harakat emas, qizil degan so'z ham harakat emas. Bunaqa gaplarni qanaqa qilib ifodalaymiz endi ingliz tilida deydigan bo'lsak, aynan mana shu yerda bizga to be yordamga kelar ekan. To be fe'li mana shunaqangi yagona fe'lki, harakatni emas, holatni ifodalaydigan.
Mana holatni ifodalovchi ham fe'l mavjud ekan ingliz tilida. Demak, biz mana shunaqangi holatlarni va xususiyatlarni ifodalamoqchi bo'lsak, subjektdan keyin mana shu objekt tarafni yoki o'zi gapni ikkinchi darajali bo'laklarini subjekt bilan bog'lash uchun mana shu fe'lga yuzlanar ekanmiz. Demak, nimanidir yoshini aytishda, nimanidir boshqacha xususiyatlarni, ranglari, yaxshi yomonligi yoki nimanidir ismini aytishda, nimanidir tanishtirishda. Xullas kalom, harakat mavjud bo'lmaydigan har qanday gapni biz to be bilan ifodalashimiz shart ekan. To be fe'li. Demak, bu yerda to degan bitta mana shu preposition joylashgan bu yerda. Bu nimaga kerak deydigan bo'lsangiz, biz o'zbek tilida hech qaysi zamonda ifodalanmaganligini, ya'ni zamonlarga, shaxs songa moslashmaganligini ifodalash uchun fe'lni oxiriga moq degan qo'shimcha qo'shamiz, ya'ni uchmoq. Uchmoq deganimizda zamonni ham aytib bo'lmaydi, bu ishni kim bajarishini ham aytib bo'lmaydi. Uchdi desak yoki uchadi desak, unda allaqachon zamonlarga moslashgan va shaxs soni ham ma'lum bo'ladi. Aynan xuddi moq degan narsani ifodalovchi qo'shimcha bu ingliz tilida mana shu to ekan. Tushunarlimi? Ya'ni bo'lmoq yoki yurmoq, turmoq, o'ynamoq deydigan bo'lsak, mana to play, to spend, to listen, to read va hokazo shunaqa joylarda qo'llanadi. To bu har qanday fe'lni oldida turadi. Lug'atda mana shu shaklda uchratishingiz mumkin. Endi qarang. Be fe'lini o'ziga qaytamiz. Be. Demak, to be fe'li albatta moslashadi. O'zidan oldingi kelgan subjektga qarab o'z shaklini o'zgartiradi. Uchburchak, to'rtburchak, dumaloq, ya'ni shakllarni tushunamiz, ha? Xuddi shunday bu ham moslashadi. Fe'llar xuddi suvdek tasavvur qilishimiz kerak. O'zidan oldin kelgan subjektga moslashadi. Suvni bitta bankaga soladigan bo'lsangiz, banka shakliga kiradi. Agarda chashkaga soladigan bo'lsangiz, chashkani shakliga kiradi. Baklashkaga soladigan bo'lsangiz, baklashkaning shakliga kiradi. Mana shunday. Endi fe'llar moslashuvchan va o'zidan oldingi subjektga mos ravishda moslashadi. Endi hozirgi zamonda to be'ni 3 xil shakli mavjud va bu yerda be degan fe'ldan asar ham yo'q. Buni yaxshilab bilib oling. Be degan fe'l umuman yo'q bo'ladi va umuman boshqacha shakllarda moslashadi. Demak, I degan fe'l bilan biz to be'ning am shaklini qo'llaymiz. He, she va it olmoshlari bilan bo'ladigan bo'lsa, biz to be'ning is degan shaklidan foydalanamiz. You, we, they olmoshlari bilan bo'ladigan bo'lsa, biz to be'ning are shaklidan foydalanishimiz kerak. Demak, mana shu olmoshlarga ma'lumot beradigan bo'lsak, bu olmoshlar harakat bajarmayapti masalan gapda. Bular holatni ifodalayapti. Shu holatda mana shu to be fe'llaridan foydalanamiz. Am, is, are. Bu to be'ning moslashgan, ya'ni o'z shaklini o'zgartirib, o'zidan oldin kelgan mana I, he, she, it, you, we, they degan olmoshlarga moslashgan shakli hisoblanadi. Masalan, men talabaman demoqchiman. Bu holatda men nima deyman? I am a student. I am a student degan nimadan foydalanaman, mana shu gapdan foydalanaman. Demak, student va I ni bog'lash uchun am to be fe'lidan foydalanyapman. Yoki bo'lmasam he is a builder. Builder bu quruvchi degani, ya'ni bino quradigan inson. He is a builder. Demak, bu yerda nimaga turganini bilasiz. Bu builder so'zi student so'zlari birlikda kelganligi uchun bu yerda artikel qo'llanyapti. Bu o'tgan darslarimizda aytib o'tilgan batafsil. Yoki bo'lmasam she, ya'ni u qizga nisbatan biror bir ma'lumot beraman. Masalan, she is Lola. Demak, u Lola. Uni ismi aytilyapti bu yerda endi. She is Lola. Yoki it is a cat. U mushuk. Ya'ni uni ko'rsatyapti-da, bitta hayvonni ko'rsatyapti-da, bu mushuk bu. Bu boshqa narsa emas, adashtirma, bu mushuk degan ma'noda ifodalayapti. Yoki
You are genius. You are genius. Genius degani bu dono degan ma'noni bildiradi. Yani juda ham aqlli. Ruschasiga aytganda geniy degani. You are genius. Bu holatda article ishlatilmaydi. Nimaga? Chunki genius degan so'z bu sifat, bu ot emas, ot so'z turkumi emas. Shuning uchun bu yerda hech qanaqangi article qo'llanmaydi va Lola degan so'z bilan ham article qo'llanmaydi. Nimaga? Chunki Lola degan so'z ism. Ismlar bilan o'zi qo'llanmaydi article. Keyin we are Uzbeks. We are Uzbeks. Bu yerda ko'plik qo'llanyapti, shuncha article yo'q. Biz o'zbeklarmiz. yoki they are from Russia. Ular Rossiyadan. They are from Russia. From degani dan deb tarjima qilinadi o'zbek tilida. Ular Rossiyadan, ya'ni ular Rossiyadan kelishgan degan ma'noda ishlatilyapti. Tushunarlimi? Ya'ni I bilan am shakli, he, she, it bilan is shakli, you, we, they bilan bo'lsa are degan shaklni qo'llashimiz kerak ekan. Endi qarang. Bu mana shu formula edi, darakkab formulasi. Ya'ni gaplarimiz o'zi darak, so'roq va inkorlarga ajraladi. Darak gap bu shunchaki bitta ma'lumot beradigan gap, so'roq gap bu ma'lumot so'raydigan gap, inkor gap bo'lsa nimanidir inkor qiluvchi gap hisoblanadi. Bunda mana am, is, are. Keyin ikkinchi darajali bo'laklar keladi. Endi buni inkor gap formulasi ham bor va so'roq gap formulasi ham bor. Ingliz tilida formulalar orqali ifodalanadi gaplar, shular orqali tuziladi. O'z formulasi bor. Masalan, bizda o'zbek tilida juda ham ahamiyatli emas formula. Masalan, biz aytishimiz mumkin: men oshga bordim, oshga men bordim, oshga bordim men. Ma'no o'zgarmayapti. Ya'ni uchalasini ham bemalol qo'llash mumkin. Ingliz tilida unaqa emas. So'zlarni o'rnini almashtirish bu ma'no buzilishiga yoki ma'no o'zgarishiga olib keladi. Mana shu formulada qanaqa berilgan bo'lsa, faqat mana shu formula asosida so'zda ketma-ketligini qo'yishimiz kerak. Endi keyingi inkor gap formulasi qanaqa bo'ladi? Ya'ni bir narsa emas, u Lola emas, men talaba emasman, ular o'zbeklar emas yoki biz o'zbeklar emasmiz degan gapni qanaqa ifodalaymiz? Bu yerda ham gap subject bilan boshlanadi. Birinchi ana shu olmochda joylashadi. Undan keyin bo'lsa am, is, are. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, biz not yuklamasini qo'yib, keyin keyingi bo'laklarni qo'yamiz. Bu yerda endi bir qancha misollarni tuzib beraman hozir sizga. Demak, I am not a student. Men talaba emasman. Bu degani men talaba emasman, mana not qo'yiladi. Yoki he is not a builder. U quruvchi emas. Demak, u quruvchi emas, boshqa bir kasb egasi. Yoki they are not from Russia. Ular Rossiyadan emas. Balki ular Ukrainadandir, balki Belorussiyadandir. Mana shunaqa. Ya'ni inkor ma'nosini ifodalaydi. Endi inkor bilan to'xtab qolmaymiz. Bizda keyingi gap strukturasi bu nima bo'ladi? So'roq gap formulasi ham mavjud. Ya'ni nimanidir so'raganda, bitta ma'lumotni, nimanidir holatini, xususiyatini so'raganda so'roq gap formulasidan foydalanamiz. So'roq gap formulasiga keladigan bo'lsak, bu yerda subject birinchi so'z vazifasida kelmaydi. Birinchi bo'lib bizda am, is, are keladi. Undan keyin subject, undan keyin ikkinchi darajali bo'laklar va keyin gap oxirida so'roq belgisi turishi kerak. Ya'ni subject va to be o'z o'rnini almashtirsa, bu so'roq gapga aylanar ekan. Masalan, is he a doctor? Is he a doctor? U shifokormi? Yoki is she a nurse? U demak nimami? Hamshirami? Yoki bo'lmasam are you crazy?
Men ahmoqmisan, jinnimisan deb savol berganimizda ishlatamiz. Yoki are they from Italy? Ular Italiyadanmi? Mana shu holatlarda biz to be'larni qo'llar ekanmiz. Demak, bularning qisqartma shakllari ham mavjud. Mana shu qisqartma shakllarini haqida ma'lumot beraman va shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Demak, bizda darak gap va inkor gaplarning qisqartmalari mavjud. I am qisqargan shakli mana bunday bo'ladi. I am. He is, she is, it is. Bularning qisqartma shakli his, she's yoki its bo'ladi. Mana bu qisqargan shakli. Endi you, we, they bularda ham qisqargan shakl bor. Are, your deb talaffuz qilinadi, we're deb talaffuz qilinadi va their deb talaffuz qilinadi. Bu qisqargan shakl. Ba'zida qisqargan shakllarni ham uchratishingiz mumkin. Endi bularni, ya'ni inkor gapni ham qisqartma shakli mavjud. Buni ham bitta-bitta hozir yozib beraman. Demak, yaxshilab e'tiborli bo'ling. Mana shu joyga ayniqsa I am not, mana qisqargan shakli I am not. Endi he, she, it is not, qisqargan shakli mana bunday bo'ladi. He isn't, she isn't va it isn't. You, we, they. Bularda mana are, not. Qisqargan shakli you aren't, we aren't va they aren't. Mana shunday shaklda bo'lar ekan. Endi demak, faqat mana bu boshqalarga o'xshamayotgani shu hisoblanadi. Shuni bilib qo'ying. Ya'ni am bilan not bunaqa pastdagilardek qilib qisqarmas ekan. Xo'p, darsimiz demak shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Agarda qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tib, bu boradagi mashqlarni, topshiriqlarni bajarishingiz yoki testlarni ishlashingiz mumkin. Shu orqali bilimingizni mustahkamlaysiz va savollaringizga ham javob topasiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, meni kontentim demak siz uchun foydali va ahamiyatli bo'lgan bo'lsa, bitta like'ni ayamaysiz. Agarda mana shunaqangi do'stlaringizga ham ulashni xohlasangiz, albatta ulashib qo'ying va bunaqangi kontentlar ko'p chiqishini, internetda ko'p tarqalishini xohlaydigan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ysangiz, men uchun bu juda ham katta yordam bo'lgan bo'lardi. Xo'p, undan keyin albatta kommentariyada fikrlaringiz, izohlaringiz yoki qanaqadir maslahatlaringiz kontent yuritish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bemalol qoldirishingiz mumkin. Men chunki yangi content creatorman. Bu YouTube olamida ham, Instagram, Telegram olamida ham hali unchalik juda ham katta ko'nikmalarga ega bo'lmagan tarmoqdagi ustozman. Xo'p, xayr, salomat bo'ling. Ingliz tilini o'rganishda to'xtamang.